qisib uyingizda o'tiring, xudo xola desam meni yomon ko'rasiz. Har kuni kun ora qizingizga telefon qilib svejiy svodkalarni olgingiz keladi. Qudalaringizni bir tinga olmaysiz. Kuyovingizni sirini ham bilishga harakat qilasiz. Bir haftadan beri qizim go'sht yemayapti ekan, och o'tiribdi ekan deb bolalari bilan lashlushini yig'ib, endi qizim bunaqa past kuyov bilan yashamaydi deb yig'ishtirib uyingizga olib kelib qo'yibsiz. To'g'ri, tor qorningizga siqqan keng uyingizga 5 ta 4 ta bolasi bilan ham sig'adi. Lekin hozircha ko'zingiz tirikda, sizni ham bog'lab bermagandir. Mana shunday qizlarini ro'zg'origa aralashib, bo'lar bo'lmasga lash-lushini yig'ib, bo'ldi endi yashatmayman bunaqa past qudalar kuyov bilan deb qizini ajratib oladigan ba'zi onalar, o'zingizni isloh qiling. Bilaman, gaplarim og'ir.